Dunyoda yagona bir-biriga xiyonat qilmaydigan jonzotlardan biri, ya'ni laylak. Eshitib shunchaki hayron qoldim bu ma'lumotlarni. Tasavvur qiling, eri ayoliga, ayoli eriga hayoti davomida to o'lguncha bir-biriga umuman xiyonat qilmas ekan. Qoyil qolish kerak-a. Uyini vazni bor-ku. Shu o't o'lan hashaylardan qilar ekan, uyini vazni naq 500 kilogacha bo'lar ekan. O'zini uyini hech kimga berib qo'ymas ekan va laylakni o'zi ham boshqa uylarga ko'chib o'tib yangi uy qilib yurmas ekan. Faqat o'zini uyida yashar ekan. Ovoz pardalari rivojlanmagan ekan. Laylakda shuning uchun tumshug'i orqali gaplashar ekan. Ya'ni taqillatib. Hozir keldim, hammasi qo'zg'aldi, ya'ni kattalari uchib tumshug'i bilan tiqir qilib gaplashyapti. Hol qolish kerak, xiyonat qilmas ekan umrining oxirigacha. Videoga olib sizlarga ilindim. Endi xiyonatkor insonlar ko'payib ketgan hayotda. O'rnak olsa bo'ladi.